kunduzi so'lib qoladi. Mana shunaqa stressdan, mana shundan bartaraf qilib beradi. Stressdan olib chiqib beradi. Zo'r narsa bu. Shuning uchun ikkalasini tavsiya qilaverasiz. Yana bizda 3 xil mahsulotimiz bor. O'sha ekilganda qoyabargini o'stirishga, gulini ko'paytirishga, yoki hosil yirilashtirib, hosilni ko'paytirishga 5 xil etapda ishlab chiqarilgan mahsulotlarimiz. Qolganlarini yigitlar agar olib kelib buni hozir ba'zan so'rab turdim. Bu hech qanaqa qo'shimcha qo'shib bo'lmaydi-mi? Yo'q, faqat 10 litr, 15 litrgacha bo'lgan suvga uchalasini shunday aralashtirib ishlatish. Yo'q, misol uchun haligi bunga ozuqa hisobida zahar qo'shib bo'ladimi? Yo'q, zahar sepgandan keyin har qanaqa zahar 10-15 kunga o'tishdan to'xtatadi ekinlarni bargida, o'smasiga ta'sir qiladi, stress beradi. Mana shundan keyin ozuqa sifatida mana bu narsani zahardan mana bu narsani tavsiya qiling. Stressdan olib chiqishga, zahardagi o'sha o'suv nuqtasiga ta'sirlarni bartaraf qilishga mana shu izobiolli narsa, aminokislotalida bu narsa o'rtadagi narsa. Biogluten go'matkali buni singishini tezlashtirib berishga. Как biostimulyator qanaqa vazifa bajarsa, biogluten go'matkali undan 10 barobar, 1000 barobar ko'proq vazifa bajaradi. Butun o'sha o'simlikni tanasida misol uchun pishib yetilgungacha bo'lgan muddatda 20 kungacha o'zini vazifasini saqlab turadi. O'rtacha 15-20 kunda qayta sepsa bo'ladigan narsa bular. Biogluten go'matkalilik bitta yaxshi narsa. Boshqa misol NPK'laringiz bor, bunaqangi qo'shtirib turib septirsiz bo'laveradi. NPK qo'shsa bo'ladi. Mana biogluten go'matkali beryapsiz 1 litrligidan. NPK xohlagan turdagi, misol uchun qo'shilaveradi. Azot ko'proq, fosfor ko'proq, kaliy ko'proq bo'lgan uchala turdagi NPKni 20 grammdan qo'shiraverasiz. Izobionni ham kerak bo'lsa, sizdagi izobionni ham misol uchun qo'shsa bo'ladi. Mana boshqa kaliylaringiz bo'lsa, ular ham 20 grammdan, masalan, yantarli bo'lsa 5 grammdan, borli bo'lsa 5 grammdan 10 litr suvga qo'shiraverasiz. Bizning nomerimizni yozib oling, 77lik. Men doim telefon qilsangiz o'zim ko'taraman. Nomeringizni chiqarib qo'ying, o'z kompaniyamiz telefoniga.